Hammaga assalomu alaykum. Sizlar My O'yin News kanalidasiz. Bugun sizlar bilan Granny o'yinining tarixi haqida gaplashamiz. Ya'ni Granny qanday paydo bo'lgan va u nega bizni o'ldiradi, shular haqida bilib olamiz. Granny aslida bizni o'zidan o'zi o'ldiradigan qahramon, yovuz personaj emas. Uning ortida chuqur tarix yashiringan. Bosh qahramon qanday qilib tuzoqqa tushadi? O'yin biz boshqaradigan bosh qahramonning o'z sayohatchi yoki adashib qolgan haydovchi qorong'u o'rmonda ketayotganda boshlanadi. Birdan mashinamiz buziladi yoki yo'ldan adashamiz. Atrof tuman, daraxtlar orasidan esa eski tashlab ketilgan uy ko'rinadi. Yordam so'rash uchun yaqinlashganimizda orqamizdan kimdir kelib boshimizga uradi. Ko'zimizni ochganimizda esa o'zimizni g'alati, qorong'u va eshiklar qulflangan uydagi karavotda ko'ramiz. Bizda qochish uchun 5 kun bor. Granny o'zi kim? Granny shunchaki o'z personaj emas. O'yin ichidagi maxfiy xatlar, rasmlar va Slendrina Grannyning nevarasi orqali uning o'tmishini bilib olish mumkin. Baxtli o'yinining parchalanishi. Bir vaqtlar Granny, uning eri Grandpa va oilasi tinch yashashgan. Ularning qizi bo'lgan. Qizidan esa Slendrina ismli nevarasi tug'ilgan. La'nat va jinoyat. Slendrina tug'ma g'ayritabiiy kuchga ega bo'lgan yoki uydagilar qandaydir qora sehr bilan shug'ullanishgan. Vaqt o'tishi bilan butun oila la'natlanadi. Slendrina vafot etadi va yovuz ruhga aylanadi. Aqldan ozish. Nevarasining o'limidan keyin Granny va Grandpa butunlay aqldan ozishadi. Ular tashqi dunyodan uzilib, o'rmon ichidagi bu uyga kelgan har bir tirik bandni dushman deb bila boshlashadi va ularni o'zlarining qurboniga aylantirishadi. Teddy, ayiqcha. Uyning chordoq qismidagi maxfiy devor ortida Teddy ayiqchasi yashiringan. Bu ayiqcha aslida Slendrinaning bolalikdagi eng sevimli o'yinchog'i bo'lgan. Agar biz uni beshikka tashlasak, Slendrinaning ruhi paydo bo'ladi va Granny ma'lum muddatga g'oyib bo'ladi. Bu Granny hali ham o'z nevarasini sog'inishini anglatadi. Podvaldagi maxfiy xat. Uyning podvalda sobiq qurbonlaridan birining yozib qoldirgan xati bor. Unda aytilishicha, u ham xuddi biz kabi mashinasi buzilib, bu yerga kelib qolgan va qochishga uringan. Lekin Granny uni baribir tutib olib o'ldirgan. Xulosa. Demak, Granny o'yindagi kampir shunchaki yirtqich emas, u o'z oilasini va nevarasini yo'qotib aqldan ozgan va la'natlangan dahshatli ruhdir. Sizningcha o'yindan qochishning eng zo'r yo'li qaysi? Mashinadami yoki asosiy eshikdan? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolargacha ko'rishguncha.